Ular 5 kvadrat metrda yashaydi. Bu hayot emas, bu tirikchilik uchun kurash. Gonkongda minglab odamlar shunday tor hujralarda yashashga majbur. Ularni quyosh qafasi yoki tobut kvartirasi deb atashadi. Nima uchun? Chunki ichkarisi qorong'u, tor va havosiz, xuddi tobutdek. 1 metrlik hujrada ularda hamma narsa: yotoq, ovqat, televizor, kiyim-kechak. Oyoq to'liq rostlab ham bo'lmaydi. Yo yotib, yo o'tirib yashashadi. Hojatxona va dush esa umumiy. Butun qavatga bitta va ko'pincha juda yomon ahvolda. Bu odamlar jinoyatchi emas, lekin turmadagidek yashashadi va bunga oyiga taxminan $300 to'lashadi. Asosan yolg'iz qariyalar yoki boshqa joyi yo'q kambag'allar. Ba'zi binolarda yuzlab shunday hujralar bir-birining ustiga joylashgan, xuddi asalari iniga o'xshab. Yozda issiqqa, qishda sovuqqa chidamaydi. Agar kichik oynalar yoki balkon bo'lsa, o'zlarini baxtiyor his qiladi. Lekin ko'pchiligi depressiya, og'ir kasallik va yolg'izlikdan aziyat chekadi. Tanlash imkoniyati esa yo'q. Shuning uchun hayotingizdan shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, avval shu qapasdagi odamlarni eslang. Endi savol, siz bunday sharoitda bir kun yashashga chiday olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.